Ronaldo o'z intervyusida barcha insonlarga muhim murojaatni yo'llagan. Odamlar, sizlar nihoyat buni tushunib yetishingiz kerak. O'qituvchi sizni aqlli qilmaydi. Psixolog sizga xotirjamlik baxsh etmaydi. Murabbiy sizni boy qilmaydi. Fitness ustasi sizni ozg'in qilib qo'ymaydi. Oxir oqibatda hayotingizni o'zgartirish mas'uliyatini o'zingiz zimmangizga olishingiz kerak bo'ladi. Hech kim siz uchun zarur bo'lgan butun mehnatni qilib bermaydi. Faqat o'zingiz uchun kurash olib borishingiz mumkin. Xudo bizga o'z hayotimizni va baxtimizni qurish uchun kerak bo'lgan hamma narsani bergan. Shuning uchun harakat qiling. Agar siz bu fikrga qo'shilsangiz, like bosing va izohlarda haqiqat deb yozing.